Planometriya 3-mavzu. Uchburchaklar. Uchburchak deb bitta to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3ta ixtiyoriy nuqtani tutashtirishdan hosil bo'lgan figuraga aytiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, uchburchakning 3ta tomoni mavjud bo'lib, ularni istalgan harflar bilan belgilab olishimiz mumkin. Bu yerda A va B uchburchakning tomoni hisoblanib, S asos hisoblanadi. Uchburchakning perimetrini topish uchun uchala tomonning yig'indisini hisoblasak, perimetrini topgan bo'lamiz. Uchburchakning ichki burchaklarining yig'indisi 180 gradusga teng va ularni topish uchun ham uchala burchagini qo'shish kifoya. Uchburchak yasashning yana bitta muhim qoidasi bu: ikkita tomonning yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Va yana qo'shimcha ma'lumot: eng katta, ya'ni eng uzun tomon qarshisida eng katta burchak yotadi. Ya'ni bu chizmamizda beta eng katta burchak hisoblanadi. Uchburchakning o'rta chizig'i. Uchburchakning o'rta chizig'i L harfi bilan belgilanib, o'rta chiziq asosga parallel holatda bo'ladi. Uchburchakning o'rta chizig'i ikkala yon tomonlarning o'rtalarini, ya'ni markazini tutashtiruvchi kesma hisoblanadi. Agar asosimiz 16 ga teng bo'lsa, o'rta chizig'imiz 8 ga teng bo'ladi. Agar bu yer 4 ga teng bo'lsa, 2 ga teng bo'ladi. 10 ga teng bo'lsa, 5 ga teng bo'ladi. O'rta chiziq ikkala yon tomonni teng 2 ga bo'ladi. Agar bu tomonimiz 12 ga teng bo'lsa, 6 va 6 ga teng kesmalarga ajratadi. Uchburchak medianasi. Uchburchakning medianasi uchburchakning ixtiyoriy uchala burchagidan chiqib, qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'luvchi kesma hisoblanadi. Bu yerda alfa burchakdan S tomonga mediana o'tkazsak, S tomonni teng 2 ga ajratadi. Beta burchakdan A tomonga mediana o'tkazsak, A tomonni teng 2 ga bo'ladi. Uchburchakning balandligi. Uchburchakning balandligi H harfi bilan belgilanib, uchburchakning ixtiyoriy uchidan chiqib, qarshisidagi tomonga 90 gradusli burchak asosida tushadi. Uchburchakda uchala burchagi bo'lgani uchun 3 ta balandlik o'tkazishimiz mumkin. Uchburchakning bisektor hissasi. Uchburchakning bisektor hissasi uchburchakning istalgan burchagidan chiqib, shu chiqqan burchagini teng 2 ga ajratuvchi kesma hisoblanadi va L harfi bilan belgilanadi. Beta burchagidan bisektor hissa chiqarsak, beta taqsim 2, beta taqsim 2 kabi burchaklarga ajratadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Bilimlaringizni sinab ko'rish uchun berilgan misollarni yechib ko'ring. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.